Tersda uxlama. Nima deysiz ustoz? Uxlama dedi. Uxlayapman. Uy, shirin tush ko'rayotgandim. Kitobingni ol. Hozir. Nazorat ishi yozamiz. Fatih, nazoratimi? Yoz ber. Nimaga? Men uni yozaman-da. Yo'q, yozmayman ustoz katta. Habibda, sovg'am bor ekan. Mayli. Hozir olib beraman. Ustoz, ayting. Nazorat deb yozamiz. O'rtadan yoz. O'rtadanmi? Ha, o'rtaroqdan yozing yaxshi bo'ladi. Nazorat ishi. Nazoratning oldiga yozmaysanmi? Ha, qo'ying. Nomer 1. birinchi misol. Ha. Pastdan yozasan. Yo'q, to'xta. Misol bilan chiziqchani o'chirganda bir qilib turib nuqta qilib. Nuqta qilib endi. Nuqta. Yo'q, pastidan emas, nuqtani oldidan yoz. Bunday qil, mana. Masalani yeching. Pastdan yozasan endi. Xo'p. Aziza va Madina nima qanaqa edi? Ha, telefonimdan ko'rib ol. Ha, tezlik o'yinini o'ynashdi. Madina, nuqta qo'yasan. Nuqta. Madina 100 kilogramm. Yo'q, to'xta. Qanaqa edi? Kilogramni nima derdi? Tezlikni nima derdi? Tezlikni v bilan ishoralardi. Ustoz 100. Anaqa o'rtasidan yarim chiziqcha qo'yasan-da. Pastki chiziqchani. To'xta. Yo'q, unaqa emas. O'chir. 100 ni oldidan m qil. Bunday qilib turib, mana mononi bosasan, metr bo'ladi u. Minut deb, min deb qo'y. Metr minut. Unaqa emas, unaqa qilinmaydi. Bunday qilardi. Ha, ashuni aytyapman-da men. Metr minut. Nuqta qo'y. Xo'p, mana qilasan. Qanaqa edi? Ha, Aziza esa Madinadan ha, ayting ustoz. Madinadan 2 metr minut 2 metr minut tez yugurdi. Ishlaymi ustoz? To'xta, savolini berib olay, nuqta qo'y. Hop, Aziza
Madinadan qancha ko'p yugurgan deysan. Endi bo'ladi. So'roq qo'ygimga. Ko'p yugurgan. So'roq qo'y. Endi ishlov. O'rtadan yechish bizga tushib turib, agar Madina 100 metr minut bitta ishi bor ekan, xolos. Birinchi ish 100 ko'paytirilgan 2 shuni ham bilasizlarmi? Albatta 300 bo'ladi. Yaxshi. To'g'ri chiqsin. Berchi. Savolini ham noto'g'ri yozibsan, yetishini ham noto'g'ri qilibsan. Axir 100 ni 2 ga ko'paytirsak 300 bo'lmasdan 200 bo'ladi-ku. Nimaga bunday qilding? Kechiring ustoz. Mana senga. Ustoz, chiqilib chiroyli yozdimmi? Yo'q, albatta xunuk. Ko'rding, Fatih yozib berdi-yo'dim. Nimaga yozishim kerak senga? Yozib ber degan edim-da. Bo'pti, yozib beraman keyingi misolni. Doring bormi? Dori? Olib qoldi. Sovg'am bor. 1. Tashqariga chiq. Ustoz, anaqa 1 soat tugadi-yu, Fatih bilan ish bor edi. Qarachi. Chiqyapsanmi? Yo'qolishdi. Chiqyapman. Mana. Qo'yil, bu nima? Bugatdimi? Rahmat katta. Arzimaydi. Xullas, men Bugatdimi minib kelmaganman. Qarachi, kalitini o'sha. Mana kaliti. Xullas, men ketdim. Qochib ketganim yo'q, ustoz. Uydan ovqatim olib kelay, tanaffus bo'ldi-ku axir. Tez kelgin. Hop, ustoz. Bo'lyapti. 2 soat darsdan qochamiz. Obunachilar. Men doimgi yeydigan narsam. Amaliy mashina yomon qimmat ekan. 400 ta oltin bor. 400 ta oltin oldim men. Jungle. Qo'ng'iroq chalib tezroq borish kerak. Qo'ng'iroq chalindi. What the fuck? Shuni demakda bo'ldi. Ustoz. 5 minut vaqt bering. Nimaga? Ana ovqat yeb olishim kerak edi, qornim och. Ovqatingni 5 minutda yeysanmi? Tez ye, bo'l. O'zi tanaffus 10 minut. Ustoz, ko'zimga g'alati ko'rinib ketyapti. Cheeseburger kayfini oshirib yoribdi. Qalaysan, Hasan? Yaxshi, o'zing yaxshimisan? Ha, Husaning manami? Ha, bu nimchani modada kiyingan, ha? O'zi shunaqa tanlayapti. Qarachi. Na Fatih senga. Kaliting tushib qoldi.
bekorga bu kadar sovg'a qilmabsan. İyi bu kim bu? Kim bu? Tochkan xo'jayinimi? Yo'q, kattasiniki. Urushasanmi? Yo'q, men urushmayman, o'zim bilasan. Ustoz, dars tugadi. Yo, dars tugamadi. Hayır, ustoz, men uchun dars tugadi. Darsdan qochdim. Derazani pulini to'laysan. Mana derazani puli. Ustoz, qochdim, darsdan qochaman. Darsdan qochaman, darsdan. Qochdim men darsdan. Короче, obunachilar, ertalab maktabda portlatamiz. Ha. Portlatamiz. Derazalarni sindirib tashlandiq holga olib kelamiz. Kechqurungacha men uxlayman. Короче, obunachilar, mana qorong'i tushdi. Sekin turib jinorsini anjomlayman. Pulim yo'q, ko'pini vatinga tugatga. Agar hozir o'quvchilar hozirgacha o'qiydi, chunki mendan tashqari hamma to'garayda. Maktabimizda to'garay bor, shunda o'qiydi. Bitta men unda o'qimayman. Chunki aqlli-da to'g'rimi? Ular hammasi. Короче, daraxt chopamiz bitta. Agar bu ishdan keyin qamalib ketmasam bo'ldi. Shu Allohga tavakkal. Maktabni yo'q qilamiz. Baba, men 2 yil frontda ishlab, vijvaniya qilishni o'rganganman. Men kechagman. Xullas, bitta bolta yasaymizda yetadi. Bizga bolta. Qilich ham kerak aytdi. Qilich, bolta. Bersak tursin.